Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Mana yashir bo'lib tuzalgan buqamizni tuyog'i og'rib qoluvdi. Videolarni YouTube'ga qo'yganmiz. Davoladik. Mana inshaalloh tuyog'i soppa-sog' mana. Mana shu tuyog'i mana uji tashlab bo'ldi hisobda. Mana. Mana ko'rinadi. Mana. Ko'rdingizmi? Tuyoq tashlash mana shunaqa bo'ladi. Mashtagiga yiringlagan mana yangi tuyoq o'sdi inshaalloh. Endi mashinasi tushib ketsa bo'ldi mana. Ol tuyoq basharangni olib tur. Mana tuyoq tashlash yashirda mana shunaqa bo'ladi. Mana shu men qilgan dorini qilinsa, ana qo'rqmaysizlar, tuyoq mana tuzadi mana. Mashinalari tushib ketsa, haqiqiy tuyog'i soppa-sog' bo'ladi. Mana pasti ham mana tuzak tashlayapti. Yashir kasalni shunisi yomonroqsa. Yashir bo'ldi, tuzaldi deydi, bozordan olasizlar. Olgandan keyin 1 oydan keyin обязательно baribir tuyog'i og'rib tashlaydi. 1 oy yaxshi yuradi. Bu ham tuzalgandan keyin 1 oy yaxshi yurdi. Keyin bilib oldim, tuyoq tashlashni boshlabdi. Orqasiga asosan bo'lgan ekan. Ko'rdingizmi mana? Faktda bu. Mana buqa tuzaldi, sog'lom mana. Mana tushib ketsa bo'ldi. Mana shu yerda oldin dori qilganimda perekka zelonka sepganda mana shu ichi yiringlab mol yura olmay oqsayotdi. Mana dorimizdan keyin inshaalloh foyda berib mana uji tushib ketish boshladi mana. Mana shu tushib ketsa buqa soppa-sog'da. Hozir 100% sog'lom. Yashirdan keyin ishtahalari ochilib zo'r xudo xolasa. Shoqqacha ko'rganingizga rahmat. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, qiziqqanlar to'liq videolar YouTube kanalimizda bor, shortslarda ko'rib, o'rganib olib, doktor veterinarga murojaat qilguncha o'zingni ham davolasanglar, arzimagan 3000 so'm, 5000 so'm pul bilan tuzalib ketadi. Inshaalloh. Like bosib obuna bo'lib, podpishka qilishni esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.